alaykum hammaga, sizlar bilan yana o'sha ellik do'stlar. Bugungi videomizda bir nechta nabor ochib ko'ramiz. Ya'ni bir don uchirib faktdan boshlab hattoki Lionel Messini ham tushirishga harakat qilamiz. Hozirda shular xolos bo'lib 4 kundan keyin yangi yuklanish keladi, adashmasam. To'liq ko'rganim yo'q uni. %90 bitta Fotvers chiqoyimiz bor hozirda. Agar esingizda bo'lsa, qayerdadir bir dona o'ynasak to'liq bajariladigan joy bor edi, esingizda bo'lsa. Mana 7,5 ming beradi. Hozirda biz shuni bajarib qo'yamiz. Давайте, домашнее задание. O'zimizni qiynab o'tirmasdan o'ynab qo'ya olamiz. Libertadores va adashmasam Sudamericana kelish ham mumkin. Har doim yugurib o'tish, yulduz yaxshiroq yugurib o'tishni bilmayman, yulduzni yaxshi o'ynayman. Atmayman o'tib. Ashibga qildik menimcha. Bo'ldi, bajarilib oldi. Menimcha bo'ldi, endi 7,5 ming almaz olsak ham bo'laveradi. 7,5 10,5 ming almazimiz to'kin bo'ldi. Jami bo'ldi. Va boshlandi. 7,5 ming 10 ming. 109 dan Hazard ko'rish kerak ekan. 109 dan 113 gacha, lekin bizda Hazard yo'q. O'shaning uchun jamiyra beramiz. Bu yerda bilmayman, tushunmayman. Va galeriya bo'limidan bizga kerakli o'yinchilar olishga harakat qilamiz. Menda Pacho bor, albatta. Hazard mingta ekan. 400 Usonovni olib qo'yamiz, kerak bo'lib qoladi. Zashitaga yaxshi turar ekan deb aytishyapti ko'p kishilik. Unda kelinglar, buni ham bajarib qo'yamiz. Keyingi ikkinchilikka o'tamiz. 1,5 mingtaga 35 ta legendarniy va 800 taga 4 mingta almaz berar ekanlar. Va 300 ta. Menga вообще bular qiziq emas, dasha. Unda biz kelinglar birinchi bo'lib mana bu yerdan pakni ochamiz. Futbol sentriga o'tamiz. Barkola olingan bizda. Давайте. Bundan to'g'ri 300 taga Lionel Messi olsangiz bo'lar ekan. Mana 300 taga Lionel Messi yoki Vitihani ham olsangiz bo'ladi 300 taga. Lekin Messi olmoqchi bo'lsam, Messining darajasini hozir Messiga ko'rsataman. Ajoyib, legendar. Messi olsangiz bo'ladi va 4 kundan keyin keladigan o'yin. 100 ta o'ynasangiz, ancha yaxshiroq. 100 ta o'ynasangiz. Unda biz bunaqa qachon ketishini bilmayman. Bunga tegmay qo'yaveramiz. Unda hozir biz 3 xil yo'nalishda paklar ochib chiqamiz. Birinchi yo'nalishimiz o'zimizning Utver yo'nalishimiz. Boshladik. Kuchsiz o'yinchi berdi, yana qandaydir. 108 o'yinchi oldik. Mayli, kakiras buni ham almashuv bo'limiga solib qo'yamiz. Endi keyingi 3000 takliflar bor.
Davay. Bir o'zi yetdi. Yaxshi emas. Muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda. Bundan ochgandan ko'ra mana buni ochamiz, davay. Farqi yo'q. Almas ketsa, obro' ketmasin. Men qiziqishga yig'idan bu almaslarni o'zi yig'moqchiman emasdim. Yurmadi hali. Bu yurmayapti, bilmadim nega. Qo'lqa bormidi o'sha. Endi Abduqodir previewdan bilishingiz mumkin. Abduqodir Husanov deganini qo'yib qo'yamiz. Hos. Ketdik. Bosamiz. O'zbekiston. SB. $2 milliard. Buni qarang, lekin defeating deb o'yinsiz. Ajoyib, ha? Hozirda endi Husanov o'zini to'g'ri. Bu ham bir talant degandek gapdi. Bun bilan buni tiqayansak. Yana bir dona o'yinchi ochadigan bo'lsak, 2,5 yillikdan adashmasam o'shanda 160 ta bo'lar ekan. Bab yetmas ekan, ochmaymiz. Nima qilamiz? Foydasi yo'q. Hop, endi bizga kerak emas o'yinchilardan. O'yinchi kerak. 5000 taga ketdik. Kakras ochko sonlarimizni olib olmoqda. Bizda hozirda 100,000 dan oshiq, 1,5 almasdan oshiq bor. Yaxshi. Bunda boshladik. Birinchi 107 davaychi kattaroq o'yinchilar beradi. 106lama. Qisqartirib nima deyiladi? O'zini bilmayman. O'shuning uchun qisqarmasini aytamiz xolos. 109 depu. Yaxshi ketmoqda, ko'ramiz oxirida necha almas qaytarib, necha naqib qaytarganimiz. Manalami? Faqat bir xil o'yin tushyapti. Omadimiz kelmadi shekilli bo'lsa. Nice. Ajoyib o'yinchi. Ikkita 109 o'yinchi tushirdik. Yaxshi. Va 108. Rahmat. Endi bitta free ochamiz. Birinchi freedan boshlash kerak edi o'zi. O'zi mana buni ochmoqchi edim. O'ylab qarasam, omadsiz. Ikkita kuchli o'yinchini bitta kuchsiz qolish ahmoqgarchilik. Balkim 113 bo'lar, lekin kam ehtimol bilan buni bosamiz. Argentinalik. Ketdik, hisoblaymiz. Bizga tushgan o'yinchilar. Hozirda Bobo va 108 qaranglar. 5000 6000 7000 8000 almas 8000 to'g'ri qaytarib olibmiz. Nisbatan dolasi jepimda ham keyingi videolarda 3 kundan keyin chiqadigan videoda otsak kerak. Ko'proq yig'ib qo'yganmiz. Barcha pakarimiz tugadi. La Liga Barcelona.
Barselona tanlayapmiz. Bularga nima olsak bo'lar ekan? Hop. Premium Liga. Evet, bir videomuz manimcha shu yerda tugamasa kerak ham. Keling, albatta qo'yib qo'yamiz. Sanif qo'yadigan bo'lsak, avoy passati beradi, albatta bu yomon. Lekin uni o'rniga Pirlo degan zashetnikni kuchaytiramiz demoqchi edim. Mayli, bular turaversin, ya'ni yanagi keyinlaydigan sezon uchun olib qo'yamiz. Endi sizlar bilan albatta nima qilishimiz kerak? Yana bir bitta pak otsak ham bo'laveradi. 111 li o'yinchi kerak. Bitta mana buni tiqadigan bo'lsak. Li o'yinchi Libat o'xshagan o'yinchi bo'lsa kerak menimcha. Bundan keyingi tarkibimizga o'taylikda 113 o'tamiz bu yerda turgan ekan. Lineker turish kerak nabarat bu yerda. Lineker Milato'dan anchagina kuchli ekan, men shuni bildim. O'yinchilar evolyutsiyasi. Menimcha kuchaygan odam bo'lmasa kerak. 109. Qaysi biri? %5'li o'yinchimiz yo'q. 108'lik o'yinchi. Bunga ham yo'q. Dars ochmasak ham kerak. Ochmay qo'yaveramiz undan ko'ra. U o'yinchilar o'g'il qilish degan narsa bor-ku, o'tda o'shanday bo'ladi hozir. Hali to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Unda kelinglar. Beckham o'ynaymiz. Beckhamni chapter 4 tugatganimizdan chapter 3 ga o'tdik. Chapter 3 ni ham to'liq tugatishimiz kerak ekan. Chapter 3 da mana bu ekan. Bu yerda hech qanday pul beradigan joy yo'q ekan, adashmasam. Agar pul beradigan joy bo'lganda, dashni qilgan bo'lardik. Давайте домашнее задание deganday boshladik. Buni ham to'rtta dona naqasini o'ynab qo'yamiz. Bularda uncha ko'p turibsiz. Ronaldinho bor, mashhurlardan. Beckham. Ularda Gullit, ularda Zidane ekan. Ular olib qo'yishmoqda hozirda. Kufurda qarash kerak. Hadi Rivaldo'dan zarbalar bo'lmoqda hozirda. Davaychi Ronaldo qarab. Ronaldo o'yinini ochib bera olmayapti o'zini, bilmadim nega. Ronaldo ochib bera olmayapti emas, Ronaldo ochilib bera olmayapti. Doim orqaga pas. Bu tarkibda o'ynamadim. Belli karakter. O'zim o'tirganimda bir o'ynab qo'yaman. Ibrahimovichni ham. Endi qaray ko'ramizda hozirda biz Tony chapterlarni qizilga o'tib qo'ygan bo'lsak demoqchi edim. Hammasida qizil ekanmiz.
va bitta dona zona qolib ketgan ekan. Bu zona. Bu zona 55 marta bu yerda esa bizga bana berar ekan. Давайте damlashni zadani shunday qilamiz. Do'stlar, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Japan o'yinchilari menimcha ertaga yangi anaqa Meksika kelishi mumkin. Sizemga o'xshaydi. Xato qildim. Tezlashish kerak 2-2 hisobiga olib chiqish uchun. Mana Linekerdan pas. Yulis tepadi. Nimaga qarab turibdi meni o'yinchilarim? Vaqt cho'zib nima bor ekan o'yinchilarimga? Nega unga 2 gol qo'shib berdi bilmayman, nimagadir, lekin ular menga 2 gol urish tayin narsada bu vardagi urish. Voy, 70-sekundgacha qolmadi. Arqaga olamiz va zarba beramiz. Albatta gol bo'ladi. Bunday bir gol uradigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Lineker, ketdik Lineker bilan. Albatta Lineker gol urdi Lineker. 3 sekundga qolmasdan tutib qo'ydim. Gap yo'q. Varatali ismga gap yo'q. Ошибка, не надо, ошибка dedim-ku. Yo'q, nima men hozir xatolar qilganda bir pas berganim qarang, afsuski. Tepib yubordim, gap yo'q. Bitta gol urib kela olamanmi? Bitta o'zim Karoba bilan borib albatta. To'xtatib qo'ydim-ku hammasini. Karoba. Zashetnik zo'rmi? Zashetniklarni hujumga olib chiqaymi buni? Mayli, keyin sapar. Davay, 2 sekundmidi? 2 sekund hamdash, 2 sekund emas, necha daqiqa berilyapti? Menimcha hujumni oxirigacha tugatib qo'yishga. Bo'ldi. Fransiya degan komandani yutdik. Fransiya. Albatta bu oson bo'lmadi, lekin biz baribir yutdik. Va buni olishga qaror qildik. Qaror qilmadik. Oldik. Chapter 1 tugadi. Demoqchidir. Chapter bu tugamagan ekan. Bu yerda 18 marta o'ynasak, buni beradi. Bekhamni 100 kartasini beradi. Kerak emas o'yinchilarni olib yuribman o'zim bilan. Lekin maqsadim bor. Kelinglar bitta yangilanibdi, pak ochamiz. Bundan ochamiz albatta. Neymar tushib qolsami? 5 ga 5. Keyin agar buni yutadigan bo'lsam, videoga olaman. Va Constitution Collection degan.
David Beckham. David ekan. Adashmasa Forsfetda yana bitta bundan oldingi sezonda zo'r joy bor edi. Men ko'rgan edim. Abduqodir Husanov va nihoyat olindi bizda. Давайте. Bitta zadani bajarilgan bo'lish kerak. Gunohni beramiz. G'oni bossaychi. WhatsApp taksi o'ynab qolamiz. O'zimizga ikkita yulduzchamiz bor ekan. Bittasi ayrilsa hech narsa qilmaydi. Ready. Kufurga o'xshagan o'yinchi bor ekan. Solchidan bildim. O'zi 116 yoki 115 ekan oberi. Kelamiz bu AFSA chempionlarimiz. FK chempionlarimiz. 113 oy. Men undan chekkanman barobar. Lekin men unaqa qila qo'ymagan ekanman. Layner ketdik. O'zim o'ynab qo'yaman, urib qo'yamiz. Urolmadimmi? Ajoyib tarzda urolmaganimni qarang. Ikkinchi gol urdi. Varatasi noto g'alati qilib qo'ygan. Ko'p yildiz gol albatta. Albatta, Lineker urdi. Maradona. Agar unga yutqizadigan bo'lsam, bilmadim o'zimni qanday kechiraman. Yoki bir o'zim o'zimga hech yutqizib ko'rmagan ekanman. To'g'ri o'zim ham bir o'zim uchganman vaqtida. Vaqtida bo'lganman-da, hozir emas albatta. Ana ashibgan qarli o'yinchilarimni attı katta ashibga chiqarib yuboraman. Demoqchi edim, lekin Yildiz urdi. 7-gol bo'ldi. Luka Modric urdi. Offside, oyog'i tekkan yo'q ekan offside ketdi. Yutqizdim menimcha bu bolaga men, albatta. Ashibga qilmoqdan mana bunachilar. Hozirda yonga o'tamiz va Yildizdan zarba beramiz demoqchi edim. Ashib. Bitta dona raqamdan ajraldim xolos. Men yutishim kerak. Yutqizish nima yutish dedi. Yutish kerak. Bos bo'ldi. Maydalashib ketdi ana bola. Sipimi. Atela qildi, menimcha, o'zicha. Realda endi baribir qo'rqadi doim Barsa bilan o'ynashga. Sipimi. Bruzoni chover meniki aytgancha. U ham Bruzoni chover. Bruzuni aytdim, nega men o'yinchilar o'ynalmayapti desam, ana 3 ta narsa qo'ymagan ekanman. Husanov bor ekan. Menda ham bor, men qo'ymaganman. Recording error. Offside. Va endi urib qo'yadi, tippa men ham deb tipsam urdim. Yutish kerak. Biz axir O'zbekistonmiz-ku. Yildizdan zarba berdim. Yildiz nima qildi hozir? Ko'rdingizmi o'zingiz? U 4-golga ketmoqda, men 3-golga ketmoqdaman. U to'xtamasdan unga vaziyatlar qilib beryapti bilsangiz. Haligi nimadir degan naqa bor o'shani qilib bermoqda. 5-golni urdi. Men hali to'g'ri yuribman. Men unga avval bulding Mamed qilib beryapti, menga qilib bera olmayapti. Men nima ekan deb tipo. Xuddi shunaqa beryapti unga.
Menga ham 2 dona qilib bersa men ham yetib olaverayman. Birga bir olib chiqib keta olamanmikin? Qulay deb qo'yardilar. U to'xtab qoldi gol urishda. Uni Wi-Fi qo'yapti. Urdi ham 7-golni solib qo'ydi menimcha. Yo'q, urmadi u. Imkoniyatimiz bor. Kudus oldinga chiqib ketib Kudus juda ham. Endi men o'yinchilarim oldinga chiqarib yuboryapti to'pni. Biz uchtugina o'zi yutqizish uchun ekanmiz. Mana o'sha qo'shtirnog'ichidagi o'yinchilarim albatta 113 overda yuribdi. 114 overda ham 113 tushib qoldim. O'sha mashhur Husanov akaning orqasidan bo'ldi bu ish. Chunki majbur bo'ldim-da o'sha. Ana. 114 over. Alenda ham yutqizganim sababi menimcha shu bo'lsa kerak. 113 bo'lsa kerak. Bu nimaga bo'lsa mendan 113 over desa mana bu yo'lda taktikani qilaymiz buligini. Oyat taktika. Bo'ldi. 113 o'yinmi? Ha. Demak, men tarkibim to'g'ri tushib masanga. Bitta yutaylik bo'ldi. Evet. Bosamiz. Menimcha videomiz 30 daqiqaga cho'zilib ketadi. Over menikidan pas bo'lsin deb umid qilaman. Pas ekan. Beraver pas yoki beraver baland bo'lishi mumkin. Kalyan bo'laylik, Kalyan. O tarkibni qarang, ajoyibligini. Mana bu tarkib qarang. Nimaga meni o'yin 113? Tushunmadim va bu unaqaga. Kalyan to'g'ri hartinitingni. Menda internet bo'lyapti. Barotonda bo'lyapti-ku. Albatta 30 daqiqagacha bo'ladi. Menimcha bu endi yutsak kerak. Ya pushka. Chukva. Vartaga borgan ekan. Modric. Chicha bayoqqa ketgan ekan. Joy putar. Fase pok. Bajarildi. Bitta yulduzcha qo'shildi bizga. Mayli, bitta yulduzcha turaversan, bir kun o'ynamasak ham bo'laveradi. Yana ertaga kirish kerak. Va zatanalarni bari bajarildi.
Yangi daraja. Va bo'ldik. Buni olib qo'yaylik. Nima bermoqda edi bizga? Va azizlar, videomiz shu joyda tugadi. Hammaning katta rahmat videoga ko'rganingiz uchun.